Карийсиздик бул баарынан бурун миннет этүү, исбилермендик менен шугуллануу, өз идеяларын жүзөгө чыгаруу һәм жаратылган имканиятлардан натижелүү пайдалануу имканияты. Буну Амудария районундагы Якупбай Аширов фермер кожалыгынын жумушу мисалында да айкын көрүүбүз мүмкүн. 2009-жылы чөлкемештирилген фермер кожалыгы дәслеп 114 гектар жер майданында дыйканчылык этүүдөн жумус баштаган. Кожалык башчысы Якупбай Аширов болсо миннет жолун апуайы механизаторлуктан башлаган. Жылдар давамында арттырылган тажрыйбе, изденүү һәм миннет натыйжасында кожалык жумушу күн сайын кеңейип, бүгүнкү күндө көп тармаклы фермер кожалыгына айланды. Фермер болып келишке менде шундай bir ishonch paydo bo'ldi. Shu 2009-yil fermerchilikni boshlagan bo'lsak, bu fermerchilikda texnikaviy bazamiz yetishmasdi. Bu yerlar shu daraja notekis, kichkina konturlari kichkina. Mana bu yillar davomida bu konturlarni konturga qo'shib, lazerni tekislab, mana texnikaviy bazamizni yaxshilab, yildan yilga mana yerlarning hosildorligini oshirib, mana shu yerlar men kelgan paytda 30 balvant etli yerlar bo'lgan. Hozir 63 balvant etga mana shu yerlar chiqdi. Buning balvant etining ko'tarilishine sabab mana fermer xo'jaligimiz ko'p tarmoqli bo'lgani go'ngni birdan so'rash bu bir uyat narsa. O'zimizda mana chorvachiligimiz bor. Har yili 2-3 dalani mahalliy go'nglar bilan to'kib, mahalliy go'nglar bilan boyitib, tuproqning unumdorligini kuchaytirib, mana hosildorlikni yildan yilga yaxshi qilyapmiz. Mana shu ko'rib turgan dalangiz ham 95 sentinerden, salkam 100 sentinerden g'alla bergan dala. Mana buning ketma-ket izinden mana mosh ektik, genomika durdona degandan dehqon kunda bir narsani o'ylanib, kunda bir dalaga kirmasa bu dehqon emas. Dehqon texnikasi bo'lmasa, qo'l qanoti bo'lmasa bu ham dehqon emas. Mana yaqin yillarda shunday fermer xo'jaligimizda shunday bir yangicha o'zgarishlar paydo bo'ldi. Mana John Deere texnikalarimiz bor, yer suradigan, yer tekislaydigan, Turkiyaning texnikalaridan oldik, Germaniyaning texnikalaridan lazerni tekislagichlarimiz bor. Suvda ancha tejash. Mana shu texnikalarni olib yildan yilga dalamizdagi hosildorlikni oshirish, erta pishar navlarni ekish, bulardan bir ko'proq daromad olish. Bu daromadlarga mana fermer xo'jaligimizning ishchi xodimlari bilan bir yaxshi narsalarga yo'naltirish. Avvallari bu texnika olishda juda bir ko'p muammolar bo'lardi. Shu kredit olish ham juda bir muammo bo'lgan. 2013-yillar, 11-yillarda kredit olish ham boshqa bu texnika olish degan juda muammo bo'lgan. Hozir mana subsidiya beryapti, endeslari bor. Mana hozir qanday texnikani olaman desa fermer bir kunda oladi. Mana shu texnikalarni olib, yangidan yangi, ixcham, kam xarajat. Yana menaka hozir shunday texnikalar paydo bo'ldi, avtopilotli. Bu yerda inson omilisiz bu paxtani ham, qator arasini ham aniq va ravshan qilib ekadi. Kechasi ham ekaverish mumkin. Ish unumi juda katta. Avvallari kunduziga ekib, kechasiga ekmasdik, to'xtardik. Hozir 24 soat ham bu texnikani to'xtatmasdan eksa bo'ladi. Sababi bu texnika o'zi shu dalaga olib borsangiz o'zi ekaveradi. Yaqin yillarda prezidentimizdan men kabi ko'p fermerlar minnatdor, menaka fermerlarni qo'llab-quvvatlashi, bu agrar sohaga bo'lgan bu kishining e'tibori, mana texnika olsak ham mana subsidiyani beradi. Suv tejovuz qilsak subsidiyalar bor, hukumat tomonidan yengillatishlar ko'p. Faqat bizdek fermerlar faqat daladan chiqmay ishlashdan boshqa hech narsamiz qolmadi. Hamma biz yechadigan muammolarni muhtaram prezidentimiz yechib bo'lgan. Hozirgi vaqtda xo'jalikda dehqonchilik, chorvachilik, pal harreshilik һәм paliz yetishtiruv bag'darlarida жұмыстар olib borilmoqda. Atizlarda qovun, g'arbiz һәм boshqa da paliz ekinlari yetishtirilib, xalqning dasturxonuna yetkazib berilmoqda hamda жергілікті bozorlarning avul xo'jaligi өнімдеріне bo'lgan talabini ta'minlauga үлес qo'shilmoqda. Fermer xo'jaligida zamonaviy avul xo'jaligi texnikalari da jamlangan. Ekskavatordan boshlab paxta teruv mashinasini chekim, turli
texnikalar da бар. Өткен жылы қожалық тарапынан заманауи paxta теру машинасы да сатып алынды. Бүгін болса Яқупбай Аширов тұқымгершілік бағдарында және бір ірі жойбарды әмелге асырды. Мемлекетіміз тарапынан жаратылған имканиятлардан пайдаланып 3 миллиард сом жеңілдетілген кредит алды һәм өз қаржысынан және 3 миллиард сом қаратып Қытайдан пахта, ғале һәм басқа да дәнді егінлерді, тұқымларды қайта сыйтығын заманауи завод үскемелерін алып келді. Нәтижеде Аму Сара Урғылар жауапкершілігі шектелген жәмияты шөкемлестіріліп, жаңа завод өз жұмысын бастады. Бүгінгі күнде кархана жаңа пахта жиын терім маусыміне толық таяр. Завод пахтаны қабылдау һәм қайта істеу үшін таяр жағдайға келтірілген. Хош, қарайсыздық фермерлерге не берді? Қарайсыздық минет ету үшін имканият берді. Фермерлікті рауажландыру үшін шараят жаратты. Жеңілдетілген кредиттерден пайдаланып, жаңа жойбарларды әмелге асыру имканиятын берді. Заманауи техника һәм технологияларды алып кіру үшін кең жол ашты. Яқупбай Аширов үшін болса бұл имканиятлар аквайы механизатордан ірі іскерлерменге шекемгі жолды басып өтуіне қызмет етті. Бүгін оның фермер қожалығында жерге тұқым егіп, өнім жетістіруден баслап, шаруа бағу, пал әресін тәрбиялау, палыз өнімдерін жетістіру һәм заманауи технологиялар тикарында тұқымларды қайта істеуге шекемгі көптеген бағдарлар жолға қойылған. Бұл болса тек қана фермер қожалығының емес, ал қарайсыздық берген имканиятлардан ақылға оқырас пайдаланып, минет арқылы үлкен нәтижелерге ерісудің айқын үлгісі болып табылады. Қарайсыздық имканият, минет рауажлану. Нәтиже болса, ел дастурханына пайыз һәм мемлекет экономикасына үлес. Şu traktör kabinesinden düşüp, mana şu dehqonchilikka, fermerchilikka kirgan bo'lsam, mana shu kungacha meni bu fermerlik, bu izlanuvchanlik, uxlatgani ham yo'q, tinchini ham qo'ygani yo'q. Mana shu bugungacha mana paxtani qayta ishlaydigan zavodlarni qurdim, chorvachilik yo'nalishlarini ochdim. Mana men bugungi kunga kelib, mana hurmatli prezidentimizning qo'llab-quvvatlashi bilan, hurmatli prezidentimizning mana aqlona dona siyosati bilan men bir tadbirkor insonga aylandim. Bunday islohotlar uchun prezidentimizdan ko'p minnatdormiz.